Keyin kelishlaringizda hoji bo'lib kelaman xola. Amin, amin. Rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Robbim, Parvardigorim, avvalo o'zingda borlig'ingga behisob shukronalar bo'lsin. Seni marhamating bilan shunday insonlarni, shunday qalbi pok insonlarni bizga ro'para qilibsan. Parvardigor mana shu doktorlarni dunyoga keltirgan ota-onalardan ham Alloh rozi bo'lsin. Borlarning umrlari uzoq bo'lsin, o'tganlarni Alloh joylarini shohistay jannat qilsin. Menga o'xshagan bir mushtipar onalarni uyiga mana hayot bag'ishladi Parvardigor egam. Hamisha ishlari baroridan kelsin. Alloh o'zi bendam desin, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatim desin. Niyat qildim, Alloh shunday yordamchi insonlar bor ekan. Allohim yurtimizda, yurtboshimiz bunday insonlarni qo'llashini Alloh chin dildan so'rayman. Meni farzandim ham Alloh shu insonlarda inson bo'lishini Parvardigoring ham kecha kunduz duo qilib so'rayman. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Bizning uyimizga Alloh qaytadan hayot baxsh etdi. Alloh hamisha o'zing panohingda asragin. Duolarimizni mustajob qilgin Parvardigoring ham. Keyin kelishlaringizda hoji bo'lib kelaman xola. Amin.